Men Begmat va Malohat Xushvaqtovna Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti biologiya, ekologiya va dorivor o'simliklar kafedrasida dotsent kafedra mudiri lavozimida faoliyat yuritaman. Men dastlab mana shu universitetda meva-sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasida mehnat faoliyatimda assistent bo'lib faoliyatimni boshlaganman va mana shu mustaqillik yillaridagi bizga yaratilgan, yoshlarga yaratilgan imkoniyatlar aynan meni ham mustaqil tadqiqotchilikka erishayotgan yutuqlarimga, ilmiy tadqiqotimga turtki bo'lib, 2018-yilda mustaqil tadqiqotchi bo'lib universitetda faoliyat yurita boshladim. Bugungi kunda areali kamayib ketayotgan yovvoyi dorivor o'simlik dalacho'y Hypericon perforatumning morfobiologiyasi, ularning populyatsiyasi haqida ilmiy tadqiqotlarimni olib bordim va natijada 2021-yilda dalacho'y Hypericon perforatumning morfobiologik xususiyatlari mavzusida dissertatsiyamni himoya qilib, biologiya fanlari falsafa doktori ilmiy darajasiga erishdim. Ilm-fanda maktab ochishga bizaga imkoniyatlar yaratildi va hozirgi kunda mana shu ilmiy tadqiqotlarim natijasida 250 dan ortiq maqola va uslubiy ishlar nashr etildi. Bundan tashqari 2 ta monografiya, 7 ta darslik va o'quv qo'llanmalar, jumladan botanika va o'simliklar fiziologiyasi, xalq tabobati, dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi, veterinariya va chorvachilik ekologiyasi kabi darslik va o'quv qo'llanmalar nashr etilgan. 3 ta magistrlik dissertatsiyasi himoyasi, 6 ta bakalavr bitiruv malakaviy ishi himoyasiga rahbarlik qildim. Bundan tashqari hozirgi kunda 2 ta tayanch doktorant va mustaqil tadqiqotchilarga rahbarlik qilib kelmoqdaman. Ana shu yillar davomida ilmiy tadqiqotlarimni bugungi kunda ham dalacho'y turkumi, biologiyasi, kimyoviy tarkibi, fitokimyoviy tarkibi mavzusida ustozim Yunus Xudaynazar Beknazarovich bilan birgalikda ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdaman. Bundan tashqari Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetida 2025-reyting yilida ustoz shogird tizimida eng namunali ustoz sifatida e'tirof etildim. Bundan juda xursand bo'ldim va mana shu shogirdlarim 2024-yilda Beruniy stipendiyasi, davlat stipendiyasi sohibasi, 2025-yilda prezident stipendiyasiga sazovor bo'ldi. Bundan tashqari Respublika fan olimpiadasida ham biologiya fanidan 2-o'rinni qo'lga kiritdik. 2 ta startap loyiha ustida ilmiy tadqiqot ishlari olib boryapmiz. Shogirdim Sunnat va Ozoda hozir startap loyihada respublika bosqichida qatnashishga sazovor bo'ldi. Startap loyihalar, grant loyihalar ustida ham ilmiy tadqiqot ishlari olib boryapmiz. Yana shuni aytib o'tishim kerakki, universitetimiz rektori Yunus Xudaynazar Beknazarovich hozirgi kunda yosh olimlarga, ilmiy tadqiqotchilarga juda katta imkoniyatlar yaratib bergan. Laboratoriya xonalar, o'quv tajriba maydonlari. Mana shu universitetimizda ham aynan bizlarning kafedramiz qoshida o'quv tajriba maydonimiz bor. Mana shu o'quv tajriba maydonimizda ham 10 dan ortiq istiqbolli dorivor o'simliklarni yetishtiryapmiz. Universitetimizni shu brendi ostida fitobarlarga damlamalar, ekstraktlar tayyorlab berishni bugungi kunda reja qilyapmiz. Men aytmoqchimanki, yoshlarga mana shunday imkoniyatlardan birgalikda foydalanishimiz kerak. Ayniqsa hozirgi kunda yana yoshlarga juda katta imkoniyatlar berilyapti. Arzimagan yutuqlarimizni katta rag'batlantiryapti. Bundan biz faxrlanishimiz kerak va mana shu imkoniyatlardan yanada kuch to'plab foydalanishimiz kerak. Olima ayolni butun hamma sohada islohotlarini qadrlashi bu biz uchun yutuq deb o'ylayman. Qadrli yurtdoshlar, hurmatli hamkasblar, mustaqilligimizning 35 yilligi muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.